Oltin zamon xabarlari. Tinch okeanida 3000 ta avtomobil ortilgan kema yonib ketdi. Avtomobillar Meksikaga olib ketilayotgan bo'lgan. Kemadagi barcha 22 nafar dengizchi evakuatsiya qilingan. Kemani boshqaruvchi kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, tutun palubalardan birida paydo bo'lgan. Ekipaj olovni o'chirish choralarini ko'rdi, ammo vaziyatni nazoratga olish imkoni bo'lmadi, deyiladi bayonotda. Kemadagi yuk kimga tegishli bo'lgani oshkor etilmadi. Suv sig'imi 47 ming tonnaga yaqin kema 2006-yilda Xitoydagi Xiamen Shipbuilding kemasozlik korxonasida qurilgan va o'sha yilning 26-mayida Yantay portidan suvga tushirilgan. Bu ma'lumotlar kun.uz saytidan olindi. Sizlarni bu yangiliklardan xabardor qilgan jurnalist Sevinch Oy Safar qizi.